Xitoyga borginglar kelyaptimi? Ni hao deb xitoychani o'rganinglar. Yo, rostdan ham mana bu hozir adminga qilib qoldirgan kanalimda adminiga bog'lansanglar, sizlar nimani o'rgatadi? Xitoyga borib, primoy o'sha birinchi qo'ldan tovar olishdi. Masalan, yuragida o'ti borlar, qo'rqmaydigan qizlar, chetga chiqa olishga возможности bor, biznes boshlayman degan qizlar bog'lansanglar bo'ladi. O'rgatishadi. Masalan, gostinitsalarni qayta snimas qilish, qayerdan borib tovar olish, birinchi tovarni kimdan olish, o'shalarni polni o'zlari o'rgatishadi. Keyin hozir Mabao saytchalar chiqib ketgan-ku, undan kirib tovar zakaz qilasiz, 1 oy kutasiz. Kilosi $9-10 по-моему, adashmasam. Bular yana nimani o'rgatadi? Eng arzon saytlarda Optim, Xitoyda o'zidagi Optim saytlaridan tovar zakaz qilishdi yoki tovar zakaz qilsangiz olib kelib berishadi. O'shalarni o'rgatadi. Mana shu adminlariga bog'lansanglar, mana profillarini qoldirdim, o'zim ham a'zo bo'lib oldim. Hozir keyingi storiesda mana o'sha Telegram kanali Osiyo Nur Cargo, bu yoqda o'sha odamlarga tovaringiz chiqib